afg'on qo'y ko'rsa degan aka-ukalarimizga afg'onda zo'rdan yetib ketdi. Videoni o'zingizlar oxirigacha ko'rib turasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bunaqa qo'chqorlarni video syomkasini sizlarga bugun qilib beramiz. Assalomu alaykum, qo'y chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga manfaatli video qilib beramiz. Videoni o'tkazilmasa oxirigacha ko'rib turasizlar, sizlarga haqiqiy mana bunaqa zo'rlardan kelgan ekan. Sizlarga bugun yoritib beramiz. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bunaqa afg'on qo'y qilib yurgan aka-ukalarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Hafta kunimizga bugun seshanba 17-mart 2026-yil. Hammalaringga boshlagan kunlaring xayrli, barakatli o'tsin deya shu o'zimiz ukamiz Abdulaziz xonadondan boshladik. Abdulaziz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling Murodjon aka. Assalomu alaykum obunachilar. Ro'za ayyomlar bilan charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa kirib kelayotgan hayit ayyomlaring bilan hammalaringni tabriklaymiz. Xudo xolasa aka, bugungi narxlarni hayit ayyomlariga aka arzon narxlarda qo'yib beramiz. Bittadan like deb bosib, kommentariyaga otanga rahmat turinglar. Xudo xolasa narxlarni arzon qo'yib beramiz aka bugungi. Bo'ldik. Xudo xolasa birinchi partiyamizga afg'on ekan-a? Toza afg'on qo'chqorimiz aka birinchi partiyamizga xudo xolasa mana. Haqiqiy afg'onni ishqibozlarga mana tozasi ekan mana. Hurmatli obunachilar, oyoqlariga e'tibor berasizlar. Oyoqlari ham juda chiroyli. O'zi tulab ketgan variantdan ekan mana. Quyoshda to'g'lanadi, mashalloh. Juda chiroyli ekan-a, bilasiz bu? Xudo xolasa zo'rida aka, tozasidan mana. Yoshi xudo xolasa bu. Ha, 9 oylik qo'zi aka hali. 9 oylik, tishi bo'lmagan. Yo'q, tishlarini ochib ko'rsatib qo'ying. Tishlarini shuni ko'rsatib qo'yaylik. Realni bo'lsa mana. Qo'zi aka hali. Mana. Bo'ldi, marjon ekan tishlari ham mana. Marjon. Guruch ekan hali. Xudo xolasa sekin buni ma'lumotini beramiz Abdulaziz. Xudo xolasa yeb ichishdan muammosi yo'q. Yo'q, muammosi yo'q. Sog'lom aka, yurishlari hamma yo'q joyida aka. Hammasi sog'lom salomatlari joyida ekan. Xudo xolasa yeb ichishlariga odamga bir hafta garantiya berasiz. Bir hafta bemalol sinab olishadi. Bir hafta bemalol sinab ko'rasizlar, hurmatli obunachilar mana. Xo'p, xudo xolasa kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lokasiyalar tashlab berasiz. Ha, bemalol kelib, ustida ham ko'rib olishaveradi aka. Onlayn savdolarimiz ham bor. Bemalol telefon bilan aloqa chiqishaveradi aka. Xo'p, onlayn savdolarimiz bor deyapsiz. Dastlabkilarni qayergacha qilib berasiz? Dastlabkilar aka, xo'p, aytilgan narxlarimiz Samarqandgacha aka. Aha. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda qilib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab bor. Ha, bemalol. Samarqandgacha besplatniy yetkazib olib berishar ekan. Xo'p, undan u yoqqa kelishgan holatda ekan. Bo'y basti nechiga beramiz, bilasiz? Bo'y basti aka 85. 85. Ha. Telefonga odamga takror video qilib o'lchab yurasiz. Hozir sirasi o'lchab beramiz aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Bo'y bastlarini ham sizlarga o'lchab ko'rsatib beramiz. Xo'p. Keyin shunga qarab o'zlaring aloqa ochib ko'rasizlar. Ha, kesat. Turibdi mana shu holatda mana. Sal qo'y pisib oldi mana. Chiqqan ekan o'zlari. 85 atrofida aka mana. Bemalol olishaveradi. Xudo xolasa simjun variantdan ekan, hurmatli Bu obunachilar. afg'on qo'ydi ko'pidan solpi bo'ladi aka. Bu orqa razrezlariga ham ahamiyat berib qo'yishsa mana. Ko'pchilik solpisini ajrata olmaydi aka mana. Mana. Mana razrez mana. Ponni razrez aka mana. Vakansiya ekan. Osilmagan mana dumba. O'zi afg'on mana. Aha. Realni mana dumbasi bilan. O'zini holatda mana. Ko'p afg'on qo'ylarni, qo'chqorlarni dumbasi osilib ketadi aka. Bu mana. Dumbalar razrezlari bor, xudo xolasa osilmagan. Buni bilganlar mana o'zi tushundi. Oyoq kiyimlari ham kiygan ekan. Oyoq kiyimlari keng aka qo'yimiz, xudo Xo'p. xolasa. Ablaziz buni hamma ma'lumotini berdik. Endi buni qiziq joyiga o'tiramiz, narxiga o'tiramiz Ablaziz. Aka narxi bor, bugun dollarda emas, so'mda chiqar aka, xudo xolasa. Xo'p, narxini 8 milliondan emas, 7 million 800 mingga Samarqandgacha dastlabkini qilib beramiz aka. 7 million 800 mingga Samarqandgacha beramiz. ha, dastlabkasi ichida. Urug'likka tarbiyalab olaman degan akalarimizga mana tavsiya qilamiz, xudo xolasa mana avgust oylarigacha boqib tursa, xudo xolasa qo'yga qo'shishga juda mos bo'lib qoladi aka. Bo'ldi. Xo'p, Ablaziz endi hamma aytganiga sotmaydi. Xayr sunnatiga o'tib beradigan joyi bormi? Telefon qilsin, chiroyli qilib o'tib beramiz aka. O'tib beradigan joyi bor-a? O'tib beramiz aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa aloqachi ko'rasizlar. Xayr sunnatiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Xo'p, Ablaziz endi buni yurish-turishini bir ko'rsatamiz. Keyingi partiyaga o'tiramiz. Bo'ldi, senga qo'yib yuboring. Qo'yib yuboringda. Mana yurish-turishlari ham mana Yurishlar sog'lom aka, muammosi yo'q, yeb ichanlar. Sheriklarni oldiga qo'yichyapti jonivor. Mana stoykalarga e'tibor berasizlar. Haqiqiy zo'r narsa ekan mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa ishlaringni Bitirib beramiz. bitirib beradilar mana. Mana qo'yamiz, mana. Mana, hurmatli keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyadan ko'rsatamiz. Bo'ldi, bizda endi keyingi partiya, hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga mana bunaqa
qo'chqorlarni haqiqiy zo'ridan ekan, xudo xolasa. Oxirgacha ko'rib turasizlar, buni sekin-sekin ma'lumotini beramiz. Bu yerda yo'g'onlarda Murodjon aka bular. Xudo xolasa haqiqiy yemlangan variantdan ekan emas. Qo'yga qo'shqa tayyor variantda aka mana. Haqiqiy zo'ridan ekan mana. Bir jup. Hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rib turasizlar. Xo'p, buni sekin-sekin ma'lumotini beramiz, ablat. Xudo xolasa yebishlari umuman ayb nuqsoni yo'q. Muammosi yo'q aka. Oyoq qo'llariga ham ahamiyat berilsin bular baquvvatligiga. Mana, hurmatli Bu obunachilar. yerda qo'pol shiroki narsalar aka. Mana. Hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rasiz. Tish buzmagan hali. Yo'q, qo'zi aka bular. Hali qo'zi ekan. Mana. Biri oq yuz variantdan ekan mana. Ikkinchisi mana bunaqa variantdan. Haqiqiy mana tushlari, oyoq kiyimlari e'tibor berasizlar, juda chiroyli. Mana aka qo'ygan mana bu qo'lga ham o'rganmagan. Qo'ylar. Bu yerda qo'pol narsalar aka. Uzun narsa ekan. Bu to'shlarini ham ko'rsataman mana. Tushlari. Bu yerda zo'r narsa ekan. yo'g'onda qo'ylar. Shuni ablat tishini ko'rsatib ketaylik sirazi. Shuni ham ko'rsataylik, realniy bo'lsa mana. Hali Qo'zi. guruch hali. Mana. Metr deyapti. Mana. Metrda ham qo'yib ketaylik bularni. Metrlab ketamiz sirazi. Deyapti mana qo'ygan. Mana. Yerdan balandligi mana. Mana realniy mana aka. 90 dan oshiq hurmatli obunachilar. Mana. 91 atrofida ekan. 90 ga berasiz? 90 ga beraveramiz aka. 90 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Bu ham shunaqa atrofida, ha? Buni ham shunday ushlang, Shuni shunday. ham shuni o'lchaymiz. Ha, shunday ishlarni ko'rsatib, sirazi. Mana, Mana aka. mana tishlari mana. Hali Bo'z ko'rin. Haqiqiy semiz narsa ekan bu ham. Yorma, yo'q, yo'q. Mana. Yerdan balandligi mana. 90 ga ozgina kam ekan bu. Bunisi 180 Ha. Lekin etib olishi buniki yaxshi ekan, hurmatli obunachilar. Dumbasi, razrezi, dakansa ekan, hurmatli obunachilar. O'ta qo'pol narsalar aka. Xo'p, ablaziz buni maqtovganimiz bilan bu qo'y tuya bo'lib yo'qsa moli bo'lib qolmaydi. Bo'ldi aka. Xo'p, endi buni narxiga o'tiramiz qiziq joyiga. Aka, narxi bu qo'ylar bor, 90 pelisa qo'ylarni aka o'zi 10 million tevasida qo'yapmiz aka. Ha? Bu narxini 9 milliondan emas, 8 million 500 mingdan bir joyga olgan odamga xayrini qilib beramiz. Bir joyga olgan odamga xayrini qilib qilib berasiz. beramiz. Ablaziz, o'tib bergan joyi bormi? Telefon qilsa, alqashsa o'tib beraman aka. O'zlari o'tib berasiz. Ha, vodiy bo'ylab Samarqandgacha besplatniy dastlabkasi. Vodiy bo'ylab Samarqandgacha ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, kelishilgan holatda aka. Kelishilgan holatda ekan, hurmatli obunachilar. Qo'yga qo'shishga tayyordan so'raganlarga mana tashlab Haqiqiy qo'yamiz. zo'ridan ekan mana, hurmatli obunachilar. O'ta qo'pol narsalar aka. Yirik variantdan ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar, pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar ham bor. Biz chetdan kuzatgan aka-ukalarimizga ham bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Haqiqiy e'tibori zo'r, semiz qo'ylar ekan. Kimlar qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib berasiz. O'tib beramiz, telefon qilib aloqa chiqsin, chiroyli qilib o'tib beramiz aka. Bo'ldi. Yakka ham sotaverasiz? Ha, bitta ham yoqqanini ateni video qilib ham tashlab beraveramiz aka, yoqqanini olishaveradi. Bo'ldi. Realni olamadagi aka-ukalar aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni bitirib beringlar. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga o'tiramiz. Biz endi keyingi partiya hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, biz endi keyingi partiyamizga ham ablaziz bu yerda qo'chqorlar ekan-a? Ha, qo'chqorlari aka, hamma 2 chiqdamini beridan qo'zi emas, 4 chiqdamini beridan qo'zlab aka. Haqiqiy zo'r ekan-a? O'ta velikanlardagi aka. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Quloq-oshlari but-butun, orqalari ham haqiqiy zo'r ekan, kelgan ekan. Mana osilmagan aka mana. Ko'zini holatda mana. Dumba ekan-a? Ha, mana. Xo'p, gullarni olib, ishlovini berib qo'yilgan ekan. Hurmatli obunachilar, tayyor ekan, boqishga tayyor ekan mana. Qo'yib qo'shgani haqiqiy zo'rlardan ekan. Limuzinlardan ekan-a, bilasizmi bu? O'ta qo'pol narsalar aka bular ham. Mana dumbasini qaranglar. Ikkinchi partiyalarni Aka. akalari aka bular. Haqiqiy zo'rlar ekan. Hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rib turasizlar. Sekin-sekin buni ma'lumotini beramiz. Mana bunisini qaranglar. Haqiqiy yuzi ham oppoq ekan-a, chiroyli ekan. Ha, o'ta Qo'llari ham simjun ekan. Hurmatli obunachilar, tushlarga aytib berasiz, tushlari ham kelgan ekan mana. Haqiqiy zo'r narsa ekan, xudo xolasa. Mana buni ham to'sh aka. Mana tushlarni ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ynlari. Tushlari ham zo'r ekan, bo'ynlari ham rosa uzun Aka ekan. bunisini mana shu boshidan o'lchadik. Mana shu dumbasigacha 1,5 metr chiqdi uzunligi. 1,5 metr. Ha, 1,5 metr chiqdi. 1,5 metr. Xo'p, buni sekin-sekin o'lchab, ishlarni ham ko'rsatib beramizmi bugun? Ha, Obunachilarga xudo xolasa aka. Bundan qo'y chiqadigan ko'rsatib beramizmi aka? oxirgacha ko'rib turasizlar video. Oxirigacha Haqiqiy ko'rib turasizlar. qiziqarli video bo'ladi. Xo'p, quloqlari necha chiqar ekan bilasiz buni? Bunisi 21 aka. 21 quloq. Ha, garbonoz kattaligiga quloq bilinmayapti mana. Quloq 21 aka. Qulog'i 21 ekan. 20 plyusga hozircha olishaveradi. 20 plyus qo'yadi. Bunisi 18. Olaveragansizlar, borgandan keyin xursand qolasizlar o'zlari. Buni 18 ga berasizlar buni? Bunisi 18 ga beramiz aka. 18 ga hurmatli obunachilar. Haqiqiy chiroyli narsa ekan. Xo'p, bo'y bastlarni nechaga beramiz, bilasiz? Bo'y bastlari aka mana realniy.
Bo'ldi mana. Mana yerdan balandligi Mana. chiqqan ekan, olaverasizlar. Xudo. Mana 90 dan mana yerdan balandligi 94 cm aka mana. 94 santimetr ekan. Xo'p, bunisichi? Uzunligini ham ko'rsatib qo'ying. Ha, buni uzunligini ham ko'rsatib berdik mana. Hurmatli obunachilar. Metr. Mana hurmatli obunachilar, haqiqiy ko'rindi, bo'ldi. Endi bunisini ham o'lchab qo'yaylik. Endi keyingisi. Obunachilar mana qo'yam yaxshi turmayapti. Hop, yerdan balandligi mana. 90 piliska olishuradi. Mana hurmatli obunachilar. Uzunlik. Mana. 95 piliska. 95 mi? Mana obunachilar, xudo xolasa, haqiqiy zo'rlardan ekan. Xo'p, buni tishlari qanaqa ekan bilasiz? Tishlari qiziqtiradigan joyi shu aka. Ishlarni ham ko'rsatib ketaylik endi buni. Xotirjam ko'rsataylik bular tishlarini. Obunachilar, Tishlar ochaylik. it boshi ham haqiqiy zo'r ekan. Mana aka, tishi. Mana. Qo'zi hali. Hali ko'zi. Ha, qo'zi. Joniga qarang. Garbonos mana 4 tish qo'ydi kallasiga o'xshaydi mana. Mana. Garbonos o'ta katta mana. Garbonoslari ham haqiqiy. Qo'zi Chiroyli ekan. jonivorim hali. Xudo xolasa endi tish yoradi hali. Endi tish yorashi kelibdi. Tish yorishi kelib qolibdi endi. Xo'p, bunisi necha oylikka beramiz? Bunisi qanaqa ekan? Bunisi ham shu sherigi aka mana. Ha, bu tish ham yormagan aka mana. Ha, bunisi yoshroq ekan. Ha, ikkalasi ham tish ham yormagan, bu kirishga harakat qilyapti. Bu hali harakati ham yo'q aka buni. Xo'p. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqib qolsa mana bunaqa sifatlilardan. Yosh oylik aka 12 oylik atrofida bular. 12 oylik Ha, atrofida. 12 oylikda o'tgan shunaqa chiqadi. Haqiqiy zo'rlar ekan. Xo'p, oxirida ham buni yurgizib bir ko'rsatamiz. Ablatsiz endi buni Turuvlarni ko'rsatamiz. narxiga o'taveramiz. Qolgan ma'lumotlarni telefonga odamga o'zingiz beraverasiz. Narxi aka bu odam, bu qo'ylarni qiziqqan odam oladi aka. Ha. Bu go'shtga emas, nasliga xudo xolasa qiziqqan odam telefonga aloqa chiqaradi. Hop, 15 milliondan 30 millionga kelishtirib beramiz aka, kelasizmi? 15 milliondan 30 million so'mga kelishtirib bir joyga ketsa o'tib berasiz. Ha, xayrini qilib beramiz xudo xolasa. Yakka olgan odamga ham xayrini qilib berasizmi choylikka? Bittani olgan odamga bunisi sal pilis bo'lib qoladi aka. Buni spiris olib qoladi. Ha. Buni spiris olib qolar ekan. Xudo xolasa, bunisi bilasiz? Bunisi 15 millionga ketaveradi. Bunisi 15 ga ketaverar ekan. Xo'p, jip olganga xudo xolasa xayri sunnatiga o'tib berar ekanlar. Beradi. Xo'p. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Ishlaringni bitirib beringlar. Qo'ylarni bitta qo'yib beraylik. Keyingi partiyaga o'tiramiz keyin. Bu yurish ko'rsam bu ko'rsataylik. Oyoqlarida umuman muammo. Haqiqiy zo'r ekan qo'ylar. Mana raqamlaringiz mana haqiqiy zo'rlaridan mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Qo'y Namangan turibdi, shularga. Uzunligi o'ta uzun. Mana haqiqiy limuzullardan ekan. Xo'p, keyingi partiyaga o'tiramizmi bilasiz? Keyingi partiyalarga to'g'ri so'llarni Bo'ldi, biz endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga urg'ochilar ekan, bilasiz bu yerda. To'g'lilar aka. To'g'li. Yuziga qo'shqar qo'shaman degan obunachilarimizga mana 2 dona qo'zi sog'lig'imiz aka. O'zi sog'lom, xudo xolasa. Oxirgacha ko'rib turasizlar mana. Sekin buni ma'lumotini beramiz. Necha oylikka beramiz ularni? Bular 6 oylik atrofida aka. 6 oylar atrofida. Haqiqiy yoshlaridan ekan, xudo xolasa. To'g'lilar aka. Puli yengil bo'ladimi? Puli o'ta arzon aka. Xudo xolasa olib tashab qo'ysa, kuziga qo'shqar qo'shib qo'ysa, tug'ib beradi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Xudo xolasa, qo'shqar qo'shib qo'ysalaring o'zidan ko'payib yuraveradi. Xo'p, bo'y bosini nechaga beramiz? Bo'y basi 75 plyus minusga beramiz. 75 plus minuska. Ha. 75 plus minuska ekan, hurmatli obunachilar. Hop, yeb-ichishdan muammosi yo'q. Yo'q, umuman muammosi yo'q aka. Bo'ldi, bir hafta savorasiz, hurmatli obunachilar. Yeb-ichishdan muammosi yo'q ekan, xudo xolasa. O'ta harakatchan qo'ylar aka. Sherlarni oldiga jonivorlar qo'shyapti mana. Xo'p. Bo'ylarni aytdik, yosh oylarni ham aytdik. Ablaziz bu qo'ydi endi maqtovmaylik. Bo'ladagani shu narxiga o'tiraylik. Narxi aka shu videoni boshida aytganimizda 4 million 500 mingdan ketaveradi aka. 4 million 500 ming so'mdan ketaveradi. Telefon qilsa yana o'tib beraman aka. Telefon qilgan odamga yana o'tib beradigan joyi bor. Xo'p, xudo xolasa, bemalol telefon qilib ekansizlar, xudo xolasa o'tib beradigan joyi bor ekan. Shoshilib aloqa ochib ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, haqiqiy mana to'qli yosh variantlar ekan. Oldim degan obunachilarimiz Amrajon aka. Ha. 100 mingdan yana mana o'tib beraman. Yana. Ha, hayitga mana 100 mingdan yana arzonroq beraman aka. Hayitga mana haqiqiy mana bonuslarimni oldidan to'lab boryapti degan haqiqiy. 4 million 400 mingdan mana
Samarqandgacha dastlabkasi bor ekan, chiqarib beraveradi. 4 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabkasi jupi ketaver ekan. Qo'ylar juda harakatchan ekan. Ha, xudo xolasa harakatchan bo'ladi. Xo'p, Abdulaziz, Voy. xudo xolasa endi bu so'nggi partiyamizmi? Bu so'nggi partiyamiz aka. Telefon qilib bemalol aloqa qilishaveradi. Qo'ylarimiz soni ko'p. Qiziqqanlarga Telegram, WhatsAppdan tashlab beraveramiz aka. Qo'ylarning soni juda serob ekan. Xo'p, qo'chqorlarning yana boshqa turlaridan bormi? Ha, puli arzon variantlari ham bor aka. Hammasidan bor. Hammasidan bor. 7 million, hop, 6,5 millionda variantlarimiz ham bor aka. Xo'p. Bugun vaqtimiz yetganicha hurmatli obunachilar sizlarga video qo'yib berdik. Xo'p, kimlargadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mana bunaqa videolar sizlarga soобщение tarzida borib turadi. Xo'p, bizda so'nggi partiya bo'lsa video yakunlayveramizmi? Bo'ldi, yakunlaymiz dedi. Allohga bosib qo'yasizlar obunachilar. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, mana shu afishalar nomerlarga aloqa chiqarasizlar bemalol. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.